Hozir endi boshlayapti. Ha, Anvar'dan bir. Ha, keldi. 1209 megabayt bilan ochmaydi ekanmi? Kel. Iloh amin. Ko'pga berib qatori Hasanboyda yuzlarini yorittirib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarib, yuzlari yorishib. Qo'shoqlar keldi hozir Sirgoyev keldi. Chekka bir qishloqning chekka uyida deyapti bu yer. Qanday raq? Sa'dullo. Ha, qo'rqmang bo'ladi. Nima deyman? Keyin onasini ham chaqiramiz, o'yin mahallada. Shumaga nolib. Mana shu darajaga yetdi. Undan keyin erkin harakat qilmoqda fazlidan masofani his qilyapti. tak, mikrofon yetadi. Bo'yi va uzunligi borasidagi ustunligini aytib tejashga harakat qilyapti, chunki jang taqdirini hal qilib hamma televizorga qarasin, ha? Kumar esa menimcha xato qilyapti Fazliddinga jangga chorlab, chunki hozir oldinga Chorlab chiqyapsiz. qatnashda qolishi mumkin edi, garchi bu qo'lni ko'tarayotgan bo'lsa-da, Fazliddin G'oyibnazarov qadrli do'stlar, ushbu ajoyib o'tkazilgan jangda qanday natijaga erishganligini Endi final oldidan fikrlarim Hasanboyda mana hozir finalga yetib kelishiga men hozir hayajon bilan ham turibman. G'urur bilan ham turibman. O'g'lim mana jahonda Olimpiyadada finalda turibdi. Buni so'z bilan bir ifoda qilish ham qiyin bo'lsa kerak ota uchun. O'zini o'g'lini Olimpiyadada finalda ko'rish bu juda bir anaqa yurakli anaqa bo'lsa kerak. Men juda xursand bo'lyapman hozir o'g'limiz jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'larini ko'tarib finalda turibdi. Men umid qilamanki, o'g'lim Hasanboyga ishonaman. Oltinga harakat qiladi degan Hozirda men juda hayajondaman. Boisi finalning Hasanboy final bosqichida ishtirok etadi. Bunga 20 daqiqa qoldi. Men Hasanboyga omad tilayman. Hasanboyning qon tomirlarida Amir Temur bobomizning, Zahriddin Muhammad Bobur bobomizdek nimalarning qon tomiri oqyapti. Vatan uchun o'z anaqasini isbotlaydi degan umidda. Men akam Hasanboyni har bir bo'ylarini kuzatib boryapman. Xudo xolasa oilamiz bilan unga omad tilab, oltin medalni olishiga ishonib o'tirib ekanman. Men Hasanboy akamga ishonaman. Xudo xolasa kumush medal oltin medalga aylanadi. İkinci raund ham shubhasiz Lakrusga foydasiga hal bo'lmoqda. Hozir yo'qmi dedik.